Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Gulistonda qilingan birinchi proyektimizni sizlarga tanishtirib o'tib ketaman. Har doimgidek Shenray T30 mashinasi bo'ladi. Bu mashinamizga teng tusunuka qilib berganmiz. Koronalarga bitta ahamiyat berib qo'yasiz. Ideal darajada o'rnatilgan karaski tentni qora variantidan tortib berdik. Tarangliga bitta ahamiyat berib o'tib ketasizlar. Mashinamiz egasi bizga Instagramda ko'rib Surxondaryodan kelgan ekan. Orqa tomonini ham bir tushuntirib o'tib ketaman. Orqa tomon darvozalari polni alikefondan qilib berganmiz. Tepa tomoniga vertikal ustunovka qilib berdik. Har doimgidek qulflanadigan ruchkalardan ustunovka qilib berganmiz. Komfort dugalardan ustunovka qilib berganmiz. Ichki tomonini ham bir ko'rsatib o'tib ketaman. Ichki tomoni fanerdan apishka bo'lgan. O'zgacha stillardagi fanerlardan foydalanganmiz. Pollarga finiski panel to'shab berganmiz. Lakasamiz o'zgargan, yana bir aytib o'tgaman, Gulistonga ko'chganmiz. Instagram profil tagida nomerlarimiz bor. O'sha nomerga yozsanglar Telegramdan lakasalarni tashlab beramiz. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, istalgan turda yuk mashinalarimizga xizmatimiz bor. Izotermik furgon deysizlarmi? Istalgan